Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun biz baliq ovini davom ettiramiz. Xudo xolisa. Delvar Riverga kelganmiz. 3 ta karpoy udilish taylaganman. Berga mana 3 ta tashlaganmiz. Xudo xolisa. Kutamiz natijani. Kuzatishga davom etinglar. Sog' salomat bo'linglar hammalaring. Shani perlovka va makkay uni va makkay bilan tayyorlagan mana shu kashamiz. Buni ildiramiz hozir. O'rtoqlar, bu yerga perlovkaning ustidan mana makkayni un holidagi simichka halvoni mana shu turdagi ishlatib ko'ramiz. Keyin yana mana bunaqay korini ham makkayni ham aralashtiramiz buni. Mana shu holdiga keladi mana. Muloyim. Bunisi ikkinchi xil kashamiz mana. Bu asosan jaylo degan bir haligi hid beruvchi, tam beruvchi bir ximikat bilan tayyorlangan. Bunisi klubnikalik. Bu ikkinchisi bu. İkincisi mana ovimiz davom etmoqda. Bir mehmon keldilar, tashrif buyurdilar. Qanday bu kishi? Mana. Tashrif buyurdilar mana shu mehmon. Keling. Qani? Qani? Tez keling mana. Shu mehmon tashrif buyurdilar. Ovqatga, o'sha ovqatga o'ch bu kishi. O'sha hamma narsaga tayyor mana.